qaynonam mani sen xotining bilan yashama ajrashasan deb aytibdi. Erim ham rozi. Bunga nima deysiz? Qaynonani xudo urgan. Hali xezim. Erkeklashmagan xezim. Onasini qo'zichog'i. Onasi yashaysan desa yashaydi, yashamaysan desa yashamaydi. Haqiqiy erkak bo'lganda, ona nima deysiz? Men buni uyidan ota-onasiga va'da berib, guldek bitta xonadonni qizini xotin qilib olib chiqib ketganman. Ajrashib ketish osonmi? Xudoning oldida ham nikoh o'qitib, Alloh yonida ham va'da berib xotin qilib olganman. Xatosi bo'lsa to'g'rilaylik, o'tirib gaplashaylik. Ajrashib ketavermayman, ajrashaman deb uylanmaganman deb onasi bilan ham murosa qiladi, xotin bilan ham o'tirib murosa qiladi. Xo'p, anaga, ajrashsiz, ajrashaman, sizga sig'inaman demaydi-da erkak. Erkak xotinni ham, onani ham tarozida usha oladi. U xotin qanaqa xudo urgan xotinki, o'g'lini xotini bilan o'zini tenglashtiradi. Mana desang ajrash. O'lib bor.